Qalaysiz? Assalomu alaykum. Xursand bo'ldim ko'rib. Qalaysiz? Charchamayapsizmi? Ha? Yaxshimisiz? Qalay? Rejim yaxshi o'tyaptimi? Yotibsizmi ko'proq? Xolajon, qanday? Yaxshimi? Ha, yaxshi. Bo'l, o'tirib turing, hozir qizlar chaqirishadi. Charchamayapsizmi xola? Yaxshi. 10 kun ham o'tib ketibdi o'rtada. Ha, sog' bo'lingizlar. Qo'lingiz qayrilib ketgan joydan kesilib ketsa ishlataversangiz u bitmaydi-ku. Uning uchun ishlatmay tursangiz bitadi, to'g'rimi? Xuddi o'shanga o'xshab grijani chiqqan joyidagi darvoza bitishi uchun vaqt kerak. Uning uchun ko'proq yotishlari kerak. To'g'ri, turib yurish mumkin. 100 metr, 200 metr hojatga borib kelishlari mumkin, o'tirib ovqatlanishlari mumkin. Unda ham nima bilan? Korset bilan. Korset berishadi. Korsetni yotgan holatda taqib, keyin o'rnidan asta turib yurib, choylarini ichib olsalar bo'ladi. Qolgan paytda hozir danlamamay turish mumkin emas, bez korset turish mumkin emas. Kelishdikmi? Xo'pmi, bobojon? Turishdan oldin nevaralaringizni chaqirasiz. Aytasiz, turmoqchiman deysiz, korset bor, belbog'i bor, belbog'i. O'shani taqib qo'yadi, keyin turasiz. Unda ham bir kunda 20 minut.